kun salqinligi shoboda urib turibdi, ancha yaxshi. Hamma yoq archazor, ko'klamzor, chiroyli bir dam oladigan maskan. Oilaviy kesanglar yaxshi ekan, oilaviylik ham juda zo'r ekan. Tinch, xotirjamlik. Birov xalaqit qilmaydi. Mana hamma kalbosada ham odamlar bor. Hech qanaqa shovqin yo'q, jimlik. Sekin pastga qarab yurasizlar. Pastda mana karavotlar, hamma yoq o'tiradigan joylar qilingan. Biza pastamizda suv bo'yida juda odam maza qilyapti.